Do'stlar, bir qisqaroq bir narsa aytib beray, tinchlik urush masalasida. Qiyomatga yaqin Malhamatul Kubro nomi bilan juda katta jang bo'ladi. Musulmonlar bilan Rumliklar o'rtasida. Rumliklarni Bani Asfar deyiladi, sariqlar jamoasi. Imom Abu Dovudda, Ibn Mojada kelgan rivoyatlarda ularning soni aytilgan. Shunaqa katta jang bo'ladi. U jangda Rumliklarning askarlari ichida 80 ta bayroq bo'ladi, bayroq ko'targan, 80 ta tug' ko'targan odamlar bo'ladi. Har bitta bayroqning ostida 12 mingtadan askar bo'ladi. Hisoblasangiz 960 ming askar yerga joylashadi. Ya'ni Rumliklar shunaqa darajada katta bo'ladi. Musulmonlar ular bilan jang qiladi. O'zi jangdan oldin Rumliklar bilan sulh tuzishadi. Sulh. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hadisda bashorat berganlar. Qiyomat yaqinlashganda shu hodisa bo'ladi deganlar. Sizlar deganlar musulmonlarni Rumliklar bilan omonlik shartnomasini tuzasizlar. Birga yashaysizlar. Va bir bo'lib Rumliklarni dushmaniga qarshi sizlar Rumliklarga yordam berasizlar. Va g'alaba qozonasizlar. G'alaba qilganinglardan keyin Rumliklar nasroniy bo'lganligi uchun ular aytadiki, biz deydi, xochini hurmatidan g'alaba qozondik deyshadi. Shunda bir musulmon turib qanaqasiga deydi? Allohning yordami bilan bo'ldi, senlarni xoching bilan emas deydi. Mana shu gapdan janjal chiqadi. Janjal chiqib endi omonlikda bir-biri bilan shartnoma tuzgan Rimliklar bilan musulmonlar o'rtasida urush boshlanadi. Urush yuqorida aytganimizdek nomi Malhamatul Kubro. Ya'ni oxirgi zamon alomatlaridan bu. Ba'zi odamlar chiqib hadislarni inkor qilyapti-yu, oxirgi zamon alomatlari yo'q deb. Bular hammasi bo'lib kelayotgan narsalar, bu oxirgi shunga kelyapti. Hatto aytadilarki, jang tugagandan keyin jang maydonidan bir qush uchsa, oxirgi yetolmasdan o'lar ekan. O'sha maydondan chiqib ketolmasdan. Shunaqa katta darajada jang bo'ladi. Musulmonlarning 3dan 1 qochib ketadi. Musulmon askarlarining ichidagi 3dan 1 qismi qochadi orqaga qarab. Rasululloh aytadilarki, o'sha qochganlarni Alloh kechirmaydi deydilar. 3dan 1 qismi shahid bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, o'sha shahid bo'lganlar yer yuzidagi eng afzal shahidlar deydilar. 3dan 1 g'alaba qozonadi. Qolgan 3dan 1 qoladi, bular g'alaba qozonadi. G'alaba Konstantiniyani fathi bilan nishonlanadi. Konstantiniya bu Istanbuldagi